Assalomu alaykum Moskva shahrida yurgan yurtdoshlar. Mana Moskvadan O'zbekistonga navbatdagi avtobusimiz ketyapti. Kimda kim Moskvadan O'zbekistonga ketmoqchi bo'lsa, ekranga ishonarli nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin, aka-ukalar. Kimda kimi dokumenti muammosi bo'lsa, kimda kimi Zolotoy koronadan qarzi bo'lsa, o'zimiz qo'ldan kelgancha yordam berib olib ketamiz, aka-ukalar. Avtobusimizning narxi Moskvadan Toshkentgacha 4000 rubl, aka-ukalar. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, O'zbekistondan polni odam olamiz. Bu avtobusimiz to'ldi, aka-ukalar. Mana hozir ichki holatini bir qator ko'rsatib qo'yaman. Kim qiziqqanlar bo'lsa, xullas mana aka-ukalar, ekranda nomerlar bo'ladi. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Avtobusimiz mana вообще komfort. Kanyorlar ishlayapti. Zaryadchilar bor har bitta mestada, aka-ukalar. Toshkentga qarab yo'lga chiqyapmiz. Gapiring, opa. Yaxshimi? Taassurotlar.